Yaşayamaz şu Davranıpsın, gitti dediler. Silahları kötü gitti. Ya Allah büyüküzken boylarınız yaşayanız Kararını versin mallar Müslümanlar. Kapkanı kuyarda verirsin. Yakşıncılık kutlasın. Savaşlı yetkinliklerde hasbı bilgileri parlak olsun. Muratları hasıl olsun. Mor kılçılık olsun. Tügül saçınlık olsun. Yani perverdiler izin
ilham xurik kelamiga bog'da bahor yayragan yorug' dunyo kerak menga shohida bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga shohida bulbul sayragan bir gul diyor. Vadiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chapar urib gullagan bog'in o'par edim vatan tuprog'in. Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar. Mana Toshquduq ahli mana bugun Navro'z oyini o'tkazyapti. Hammalaringizni mana shu kirib kelayotgan Navro'z oyim bilan tabriklayman. Oilaviy baxt. Mana ushbu kelayotgan Navruzimiz hammaga baxt keltirsin, loy barakali bo'lsin. Mana shunday demoqchiman. Zavqlanib boqing atrofga. Beqiyos xush uffor keldi. Burkanib yashil libosga boychechaklar bahor keldi. Yurtga tinchlikni madh etib, elga do'stlikni baxt etib, dilga shodlikni naqsh etib, falak ichra bahor keldi. Kirishgan borliq bezakka, burkangan qirlar chechakka, yetishsin har kim tilakka. Ko'kda turna bahor keldi. Dalada ish dehqon tinmas, mehnat qilgan hech kam bo'lmas. Ish bilarman tinim bilmas, zamin ichra bahor kelsa. Yana bana hurmatli qishloqdoshlar, bugungi davramizni ochiqlik e'lon qilamiz. Mana bugun davramizda sir emaski, ikki qishloqlik bizda an'anamiz, ajoyib an'analarimiz bor. Bir narsani pand nasihat tarzida aytib o'tmoqchiman. Bir qishloqqa borsangiz, albatta bir-biri bilan ikki qishloq odam so'rashganda aytadi: "Ey, qishlog'ingda kim eng ulug' yoshda?" deb aytadi. Mana albatta ulug' yoshli kishilarning duosi o'tadi. Ularni aytadiki, qarg'ish olma, duo ol, duo oltin emasmi deydi. Darhaqiqat mana bugun statistikalarga e'tibor berib, mana bugun eng ulug' yoshdagi bizning qishlog'imizda mana bugun bu yil kirib kelayotgan ilon yili ekan, birodarlar. Hamma mana shu ilon yili muchali bilan mana shu bugungi muchallarni hammasini tabriklaymiz. Muchallari bilan kirib kelayotgan ekan. Mana eng ulug' yoshdagi kishi deyapman, bugun bozor bobomiz ekan. Bozor bobomiz muborak 85 yoshda tavallud topdilar. Bitta qarsaklar chalib qo'yingizlar, hamma yili ilon ekan. Keyingi buvlarimizdan Yarmat va Aysaat onajonimiz 86 yoshda ko'p qarshi ko'ryapti ekan. Mana onajonimizga bitta qarsaklar bo'lib qo'ysin. Hurmatli birodarlar, mana shuni joizki aytishim. Mana mayli. 2013-yil tug'ilgan 13 yoshli bolalarda ham bugun ajoyib muchal to'ylar ekan. Yana 2001-yillar marhamat, mana savlat to'kishib o'tiribdi. Bu yigitni bosh hobiyimiz. Ular 25 yoshda qarshilayapti ekan. 89-yil 1900 tavallud topganlarimiz esa 37 muborak yoshni qarshilayapti ekan. Mana kamili kamtarin 61 yosh hamma ilon yilida tug'ilganlar tabriklayman. 61 yosh ekan. Ura! Mana 1953-yilda tug'ilgan Oltivoy bobo, Nurbobon bobo boshchiligida yana xotin qizlarni bilolmadim. Mana shularni ham inshaalloh yoshlar bilan tabriklab qo'yamiz. Va nihoyat 41-yil tug'ilgan Bozor bobomiz bu yil 85 yoshda ilon yilda tavallud topayotgan ekan. Hamma mana shunday muchal yoshini va barcha qolgan birodarlarni ham mana shunday bugungi yangi Navro'z ayyom, yangi kun bilan tabriklaymiz. Ilohim ular baxt saodatli bo'lsin. Mana albatta endi bu yil har yilgida an'analarga ko'ra bizning O'zbekistonimiz, O'zbekiston Respublikasi shaxmat bo'yicha mehmonda bo'ladilar va jahon chempionati o'tkazishga
bizning O'zbekiston Respublikasida bo'lib o'tadi. Shuning uchun hozir mana bellashuvlar bo'lyapti. Tugadimi, tugamadimi hali xabar kelmadi. Ularga kelsa nima qilamiz? Navbatni beramiz. Va shu qatorda men xo'sh, yoshlarimizda bugungi kun nafasi bilan ufurib turgan O'zbekiston qahramoni adib yozuvchimiz Omon Mirchonning bir ajoyib she'ri bilan yoshlarimizga o'qib bermoqchiman. Quloq solsangizlar. Men goh mundaq qarab uyga tolaman. Qani kimlar bizning kelajagimiz? Safimizga ertang kim kelar ekan, kimga qolar ekan kelajagimiz? Davonlar aylanar tinmay bilamiz. Goho qayg'uramiz, goho kulamiz. Bugunniku obdon tashvish qilamiz. Kimlarga bog'liq xo'sh kelajagimiz? Kim asrar vatanim, yurtim, elimni? Kim saqlar tarixim, ona tilimni? Kim tutar umidli cho'zgan qo'limni? Kimlarning qo'lida kelajagimiz? Bugun tiklanmoqda jur'at, adolat, orzular qo'ndi, dilda harorat, g'imirlab qoldi. Lekin adovat qiyin bo'lmasmikan kelajagimiz? Shunday payt o'ylayman sizni yoshlarni, shu ovun ko'nglimda quvlar yoshlarni. Sabab yo'q hech egish uchun boshlarini. Kimning qo'lida deb kelajagimiz? Chunki yoniq yurak oftob sizniki. Ulug' istiqlolga shitob sizdadir. Barcha savollarga javob sizdadir. Sizning qo'lingizda kelajagimiz. Kelajagimiz. Endi bu homiylarimizni e'lon qilaylik, ha? Mana biz 1984-85-yil tug'ilgan akalarimiz, ukalarimiz bellarini 5 joydan bog'lab xizmat qilyaptilar va 89-yilda tug'ilgan akalarimiz hamda 2001-yilda tug'ilgan ukalarimiz, yigitlar bellarini bog'lab mana bugun sizlarning xizmatingizda bo'lsa, mana ertalabdan sizlarga bayram oshi tarqatildi o'zlarini hisoblaridan. Bu juda ajoyib baraka, elga baraka bo'lsinlar. Hurmatli odamlar, mana shunday bir-biringizga mehrli bo'ling. Mehr ulashing. Chunki hamma gap mehrda. Mehr bo'lsa, to'kin sochillik bo'ladi. Xonadoningizda baraka bo'ladi. Bir-biringizga mehrda bo'lsangiz, mehrla boqsangiz, menimcha yaxshi bo'ladi. Qani, homiylar, keldimi shamatchilaringiz? Bo'lmasa mana bugun mana shu tadbirimizda bosh homiy desak ham bo'ladi. Mana bizning jiyanimiz Tursunxonga mana bugungi mana shu nimalar bilan, dastgohlar bilan xizmat qilyapti. Murodjon, ishingizga rivoj, kasbingizga baraka bersin Ilohim. Mingan ulovingiz yo'li ochiq bo'lsin. Qani, birodarlar, bitta Murodjon qarsaklar bo'lsin qani. Marhamat, endi to'g'risinga bo'ldi, bu charchadi. Chorbog'i tog'laring oltin vodiylari. Bag'rida ulg'aydim yayrab jon o'tan, boshimni silagan iqbolim tilab, otamdek, onamdek azizsan vatan. Assalomu alaykum deymiz. Quyoshli o'lkamning mehri daryo, qalbi daryo insonlari. Barchangizga yaxshi kunlar muborak bo'lsin, Navro'z olam muborak bo'lsin deymiz. Albatta mana shu yerda ustozimiz, mana shu yilning xizmatini qilib kelayotgan ajoyib ustozimiz Zohid akamiz o'tiribdi. Zohid aka, bir yonimiz bir daqiqa kelasiz. Shu yilning farzandisiz. Baribir bizga aytishgan ustozlardan biz yaxshi bir motivatsiya olamiz, yaxshi bir tilaklarni eshitamiz. Ustoz kelasiz, ikki og'iz niyatlar bilan tilaklar va ana undan keyin konsert dasturini boshlaymiz. Olqishlar bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Poytaxtdan Jasurbek Mirzajonov kutib o'tiribdilar. Ustoz ikki og'iz shirin niyatlar bilan bayramni ochib berasiz, keyin san'atkorlarga navbat berar ekanmiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Toshquduq ahlini ana shu bayramimizni hurmat aylab davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, bayramlar muborak bo'lsin. Barchani yana bir bor kelayotgan Navro'z bayrami bilan, ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana mehmonlarimiz
tashrif buyurgan qolaversa, Toshkentdan san'atkorlarimiz tashrif buyurdi. Josirjon akamiz Mirzajonov qolaversa, negina singlimiz Ismoil va ana shu san'atkorlar davramizga chorlab qolamiz. Qani bitta qarsak bo'lsin. Katta rahmat. 85-yil do'stlarimizga, 89 akalarimizga, 2001-yil akalarimizga omadini bersin. Xudo xolsa, bu ham mahkam bo'ladi. Bayramlar muborak bo'lsin. Qani ketdik. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun, san'atkorlarimiz davramizga chorlab qolamiz. Davramizga Jasurbek Mirzajonov tashrif buyurmoqda. Marhamat. Olqishlar turamiz. Olqishlar eshitilmayapti. Toshida rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Qani ovozlar eshitilmayapti-yu? Qani. Bayram muborak bo'lsin barchaga. Xalqimizda shunaqa yaxshi bayram tantanalari doim bardavom bo'lsin. Sizlar bayram qilib charchamanglar, lekin biz kelib charchab ketaylik ilohim. San'atkorlar bizdan kuchliroq san'atkorlar ham kelib sizlarning xizmatingizda, xonadonlaringda doim xizmatda bo'lsin. Barcha yaxshi tilaklarimiz sizlar uchun bo'ladi, qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi albatta. Ramazon oylari ham muborak bo'lsin. Kirib kelgan mana shu Navro'z bayramlari ham xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Xalqimizga ma'noli, mazmunli yil bo'lsin deymiz ilohim. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Bayram yana muborak bo'lsin. Ardog'imda ardoqlagan yaqin do'st. Qani sho'xroq qo'shiqlarni davom ettiramiz. Yurakli o'rmonlarimizni davramizga taklif qilamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Sevgan ko'ngillar sevilmas. Hatto mening qalbim arzon bo'lsa ham, sevgimni sorganlar boy bo'lib ketdi. Ularga boshiga dardimni aytay, sevgi yolg'on ekan, muhabbat qanday. Qo'llarimda sharob, qo'llarimda may, sevgimni sorganlar boy bo'lib ketdi. Hatto mendan o'tdi yo sendan Bayramlar muborak bo'lsin. Bergan alamlaring kamdir hayot. Balki sevolmasman endi umrbod. Sevgimni sorganlar boy bo'lib ketdi. Qalbimda quyoshlar dargo'g'onlar. Hayotga o'char baxtli damlar. Aslo bermas o'y hayollarim. Sevgimni sorganlar boy bo'lib ketdi. Devona edim men, majnunlar edim. Sevgimni topganlar boy bo'lib ketdi. Hatto mendan o'tdi yo sendan yoshing armondan bermoqda. Yolg'on muhabbat yig'lama yurak. Sevgimni topganlar boy bo'lib ketdi. Hatto mendan o'tdi yo sendan yoshing armondan bermoqda. Yolg'on muhabbat yig'lama yurak. Sevgimni topganlar Qani boshimizda mendan o'tdi yo sendan yoshing armondan
soch ko'zingga mayli bo'lsa-da ofatjon endi dorimga qarasam sen kulbamga chiroyli gulzorimga Hani bolalardan davet edelim. Şuraya kayıttı, bu da seninle canım. Lekin ayakalım vermegen eken senga. Bular yürüyen edim senga varım. Nechunchi ko'rmadim turman bu dunyoga. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas so'ngul sochlaring. Qalbim kifoya sening shirin so'zlaring. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas so'ngul sochlaring. Qalbim kifoya sening shirin so'zlaring. O'ynab birga kuylaymiz.
Dünya kırlardan Diyalak kelgen men boldum Sizga mana savg'alarni olib kelgan men boldum Sizga mana savg'alarni olib kelgan men boldum Ey Sarmaz Ey Sarmaz
masmavi gözlerim aşık mavi bir gördüm aşık oldum şu gelen kimin yari mavi mavi masmavi gözlerim aşık mavi bir gördüm aşık oldum şu gelen kimin yari Hayat benim bu yolda yürürken adım adım Hayat benim bu yolda yürürken adım Gördüm aşık oldum şu gelen kimin yari Mavi mavi masmavi gözlerim aşık mavi Gördüm aşık oldum şu gelen kimin yari Mavi mavi masmavi gözlerim aşık mavi bir gördüm aşık oldum şu gelen kimin yari Mavi mavi masmavi gözlerim aşık mavi bir gördüm aşık oldum şu gelen kimin yari 89 yillar uchun Firdavslar qo'shig'imizni aytib berar ekanmiz marhamat. Bayram muborak bo'lsin yana bir bor. Yaşlığım alislarda kalıp gitti Saçlarımga yıllar kral salıp gitti Nikahlarım mihir atsa şu güzelge Ayda yüzü kırmızıdan oldu Yaşlığım alislarda kalıp gitti Saçlarımga yıllar kral salıp gitti Nikahlarım mihir atsa şu güzelge Ayda yüzü kırmızıdan oldu Külüp gitti Nara kan tükeninden Külüp gitti Uyumam sezake can deyip külüp gitti Bayram muborak bo'lsin. Shu chekkada onajonlarimizdan raqsga tushyapti. Iloji bo'lsa endi bu bayram xalqimizniki, barcha mana shu yillarimizniki, yana shu tomosha qilib turgan barcha muxlislarniki mana shu qishloqda har bir aholisini bugun bayram. Shuning uchun yuragida o'ti bolalar chiqib o'ynamasalar, svet o'chib qolishi mumkin bu yoqda. To'k pastlab ketib qolishi mumkin. Har xil ishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun onajonlar sizlarga bitta xorazmcha qo'shiq aytib beraman. Chiqaylik davraga, o'yin kulgi qilaylik. Bugun bayram, maza qilib dam olmasak bo'lmaydi. Men boraymi, o'ynab beraymi o'zim, ha? Chiqinglar marhamat. Xorazmlarning sinfda aytamiz. Barchani taklif qilamiz. Bayram muborak bo'lsin. Xo'p, bitta aylanib beraman, ha? Davay.
Davom etamiz. Qo'lni tushirmay turasizlar. Onajon, taqa keling, men hali keldim, gaplasholmay qoldik. Muzika. Yoshingiz nechida? Mening yoshim 18da bilaman, lekin pasport aksonga farzandlar nechta? 8ta bolam bor. Voy bu. Nevarachi nevara. Nevaralarim qirg'iz. Sonini bilmaysiz. Bayramdagi hammasi sizni nevaralaringizda. Bitta duo qilib qo'yasizmi? Xalqda. Ana umringiz uzoq bo'lsin iloyim. Sizlar mana shu bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Biz pashti bir 10 kun, 15 kundan beri mana Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand tomonlarda yuribmiz bayramlarda. Ko'p bayramlarga bordik, lekin mana bugungi bayram hammasidan o'zgacha bo'ldi. Bitta qarsash olinglar, aytaman nimagaligini. Bu yerga kelgan san'atkor o'zini Sherali Jo'rayevdek his qilar ekanda. Agar mana shu holatda hozir onam ko'rganda meni, voy men bolam kuchayib ketibdi deb o'zida bilmaydi, uyda ish qiladi. Ha? Bir yerdan necha kishi? Nima? Bir ota bir yerdan necha kishi? Xo'p, ikkita farzand xolosda, o'shanga voy deyapman-da. Xo'p, umringiz uzoq bo'lsin, onajonlarimizni, shunaqa yoshi ulug' insonlarimiz duolari bilan shunaqa yaxshi kunlar bo'ladi doim. Doim shular duoda bo'lsin. Bo'ldi, rasmga tushamiz. Endi bitta siz bobidan aytaman. Bu rasmga ham tushamiz. Bugun bo'ldi siz bilan rasmga tushaman. 100 ga olib kelsangiz ham mayli. 100 ga olib kelsangiz ham mayli. Roziman. Siz bobidan ham aytaman, bitta bu bolalarga o'rgatib qo'ying, qanaqa o'ynashlik kerakligini bilmayapti yaxshi. Davom etamiz, marhamat. Hadi devam et abi. Çok havalı devam et abi.
Yoshligim, yoshligim, baxtiyor yoshligim, sho'xligim beozor, beg'ubor yoshligim. Bag'ringda yelkalar, quvvatim o'ynadim, ah mening yoshligim, senga hech qo'ymadim umrimning bahori. Baxtiyor yoshligim, sho'xligim beozor, beg'ubor yoshligim. Zamanın güzeli, ko'nglim erkasi, naqadar shirindir so'zing shirin. Zamanın güzeli, ko'nglim erkasi, naqadar shirindir so'zing shirin. Menga boqganingda olarang uncha qizarmasa yuzing shirin. Menga boqganingda Bu yerda yana sohatlab ham aytib turaveramiz, lekin shu bizni shu sizlarga tanitgan ko'p qo'shig'imizni erkaklar yaxshi biladi. Shu musofir mardikormas degan qo'shiq aytganmiz. Musofir yurib turgan akalarimizga atab aytgandik. Juda shu mehrlarga tushib qolib, shu o'zlari hid qilib olish qo'shig'imiz. Shuni kirganimizda iltimos qilishganda oxirroqda aytib beramiz. Hozir ham o'ynayapti degandik. Ruxsatinglar bilan shu qo'shiqni aytsayda, keyin yana san'atkor hamkasblarimiz bor ekan, ularga ham navbatni bersaydi. Sababi bitta men tepadan yurib aytaversam, zerikib qolasizlar. Shuning uchun musofir qo'shig'imizni aytamiz. Iltimoslarga, so'raganlarga bayram muborak bo'lsin. Marhamat. Sog'ilgan Toshquduqni sog'ilgan musofir mardikormas. Ey do'stlarini sog'ingan, qishlog'ini sog'ingan musofir mardikormas. Bitta musofirlarga qarta chop qo'yamiz. Qo'rqmay ayollar qartashaverasizlar. Sababi endi men akalarimiz bitta sirda aytmoqchiman. Shu yigitlarimizning sirini ayollarimizga aytib qo'ymoqchiman. Yaxshilab qarab turasizlar menga. Yigit kishi musofir yurtga chiqsa, hech qachon o'zini o'ylab chiqmaydi. Sababi erkak kishining noni, rizqi ko'chada. Erkak kishi bir kosa qonni ovqat bilan yoki bir turg'an non bilan qonini so'yadi yigitlarda. Shu musofirga chiqamiz, otam, onam, ayolim, farzandlarim yoki singlimning to'yi, ota-onamni deydi umraga jo'nataman yoki chiroyli xalqqa to'y qilib beraman, xalq qivosh beraman degan shu o'ylarda o'sha tomondan kelolmay yuramizda biz. Shuning uchun bitta qarta chalamiz. Kimnidir akasi, opasi, xo'jayini, aka-ukalari musofir yurtda bo'lsa, iloyim eson-omon shunaqa bayramlarga kelish nasib bo'lsin. Yana to'ylarga kelib biz ham xizmat qilish nasib bo'lsin. Bitta qarta chop qo'yasizlar. Qani, boshqani salomat bo'linglar, sog' bo'ling, rahmat. Jasurbek Mirzajonov jonli ijroda sizlarning ko'nglingizni oldilar. Albatta, hurmatli aziz mehmonlar, Toshquduq qishlog'ining qalbi daryo, mehri daryo insonlari, bugun qo'shaloq bayram bo'ladi. Hali ketib qolmaysizlar. Yana san'atkorimiz tashrif buyurishgan. Yana bir bor taklif etamiz. 1985-yil hamda 1989, 2001-yilda tavallud topgan akalarimizni mana shunday Navro'z bayramlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Xudo xolasa mana shu akalarimiz yurtimizga ihson qilayotgan ekan. Birlariga ming so'raymiz Allohdan. Boya Jasurbek do'stimiz aytgandek, musofir dergan akalarimizning ham biriga Allohdan ming so'rab qolamiz. Rahmat, rasmat. Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar. Avvalambor hammani mana shu kirib kelgan yangilanish bayrami bilan, Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Mana bugun qo'ldan kelgancha bir shaxmat musobaqasini o'tkazdik. An'anaga kiryapti, o'tganlar ham o'tkazuvdik. Juda yaxshi kutib olingan edi. Bu yil ham juda ajoyib bo'ldi. Tomoshabinlar ham ko'paydi, qatnashuvchilar ham ko'paydi. Menimcha juda ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Vaqt ko'p olmasdan xonanda kelib qolar ekan, shuning uchun ertaroq topshirib olaylik. Samarqand viloyati Nurobod tumani Toshquduq qishlog'ida o'tkazilgan shaxmat musobaqasida 11 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida faxrli 3-o'rinni egallaganligi uchun Abdakimova Dinora Nodir qizini taklif qilamiz.
Bo'lmasa kimdir kelsa bo'ladi vakillaridan, qarindoshlaridan. Uydagilari bo'lsa ham bo'laveradi. Ikkinchi o'rin aynan shu nominatsiya bo'yicha Ishdavlatov Shahboz Shamsiddin o'g'li. Ikkinchi o'rin bilan tabriklaymiz. Kim? Mana Shamsiddin. Shamsiddin tabriklaymiz. Ya malaka. Sağlayacağım. 100 ming pul. Hani şu kızımız bitti. Şimdi okuyorsun da. Ha, vaqt bor hali. Orada aytib beradi. Nechinchi o'rin? Uchinchi o'rin hali yo'q-ku. Uchinchi o'ringami? Uchinchi o'rin boya. Yetki berdi. To'g'rimi? Ha, evet. Diplomni. İslam'da. To'xtab turma. Jiyan. Jiyan menga qarab tur. Qo'ymaydi. Qo'limda İslam aytdim. 11 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida Birinchi o'rin so'raylar. birinchi o'rin emas, birinchi o'rin. Sobirova Dilnoza Salimovna birinchi o'rin bilan tabriklaymiz. O'n 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida faxrli 3-o'rinni egallaganligi uchun Ishdavlatov Shohruz Shamsiddin o'g'lini taklif qilamiz. Kanalaki. Bu birinchi o'rinmi? Ikkinchi o'rin bu. Mana shu qorasidan beradi. Buni berasiz. Xuddi shu nominatsiya bo'yicha ikkinchi o'rinda Boltayev Abdusolih Umurqul o'g'li oldi. Marhamat. Shu nominatsiya 12 yosh, 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida Turdiyev G'anisher Xudoyberdi o'g'li birinchi o'rin bilan tabriklaymiz. Bu 8 yoshdan kattalar o'rtasida bugun bu safar ancha ishtirokchilar ko'p bo'ldi. 18 yoshdan kattalar o'rtasida faxrli 3-o'rinda Qulboyev Nasriddin bobo oldi. Marhamat. Nasriddin bobo. Keling. Yoshdan kattalar o'rtasida ikkinchi o'rinda Ashurov Nurbek Bektemir o'g'li oldi. Marhamat. Nurbek. Qarindoshlardan kesilmaydi. Ungacha birinchi o'rin yoshi kattalar o'rtasida birinchi faxriy o'rinni egallaganligi uchun Yarmatov Sharof boboni chaqiramiz. Marhamat, birinchi o'rin bilan tabriklaymiz. Nurbek yo'qmi? Ashurov Nurbek. Ashurovchilardan kimdir kelsa ham bo'laveradi. Yarim Ashurov. Yetkazib beramiz. Endi hamma bir qator tushsa, bitta esdalik rasmga tushaylik. Yana bitta sovrin qolyapti. Yosh kattalar o'rtasida faol qatnashganligi uchun Qudratov Mahmud boboni ham tabriklaymiz. Marhamat, hamma kelsin bitta rasmga tushaylik esdalik uchun.
Yüreğimle nasip Minge birmegin cerahat Yüreğimle nasip Minge birmegin cerahat Yüreğimle nasip Çıdolmasam da canım Aşına kal o canım Savundurma savundursan Çıdolmasam da canım Aşına kal Çıdolmaysan da canım Aşına kal o canım Savundurmayın savundursan Aman güllerim Atrafım gezer Mahallede borar edim Musikimi koymalı Hala kaman yanımda Kalbim dedin yanımda Sine candan seviyorum En güzel yanımda Hoşuna gülü Kızganadı seni Hoşuna gülü Ay 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 Hoşuna gülü Hoşuna gülü Esnadadı sevgimiz Hoşuna gülü Hoşuna gülü Hoşuna gülü Kızganadı seni Sinan gülü İsmimiz yazar Esin'den Hurmatli onajonlarimiz, akajonlarimiz, yana bir bor yaxshi kunlar, bayramlar muborak bo'lsin. Qolaversa mana shu bayramimiz muqaddas ro'za Ramazon oylariga to'g'ri keldi. Ilohim shunday deyishgan ekan hadis sharifda ham bir insonni ko'nglini olish go'yoki Ka'bani ziyorat qilish bilan teng degan ekan. Ilohim ozgina bo'lsa-da ko'ngillaringiz ko'tarilyapti. Mana san'atkorlarimiz tashrif berishyapti. Ana endi siz kutgan san'atkorimiz, estradamiz yorqin yulduzi, go'zal va latofatli Nigina xonim Ismoilovaga bir guldiroz olqishlar bilan navbat beramiz. Marhamat. Katta rahmat. Avvalambor barchaga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Navro'z ayyom barchaga muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. İstediğin nedir havar ver, men sana şeydaşım kardeş. İstediğin nedir havar ver, men sana şeydaşım kardeş. Hayma diz çeker vardır, hayma diz çeker vardır. Ay seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Ben seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Ay seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Ben 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 seni alamam deydi, almasam ölemem deydi. Bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta bir olqishlar bo'lsin mana shu Nigina xonimga, san'atiga san'at qo'shilsin. Bir chiroyli tartib bo'lsin deyapti. Davramizda hali qo'shiqlarimiz davom etadi.
rasmlarga keyin tushishga vaqt bo'ladi opalar. To'g'ri nasr bayramimiz chiroyli bo'lsin deb ozroq tartib bo'lsin, iltimos qilamiz. Rahmat. Avon güllaring olib, atrofingga nazarlar solib, mahallaga kelar edik, musiqani qo'yib olib. Hali hamon yodimda, qolgin deding yonimda, seni jondan sevgandim, eng gullagan onimda. Жигули, ko'k Жигули, eslatardi sevgimizni eng Жигули. Qo'shni guli, qizg'anardi seni mendan. Sevgimiz ham beg'ubor, ismimiz yozar edik, esingdami u devor. Hali hamon qo'shni guli, qizg'anardi seni mendan o'sha guli. Ay ko'k Жигули, eslatadi sevgimizni eng Жигули. Qo'shni guli, qizg'anardi seni mendan guli. Ko'k Жигули, eslatardi sevgimizni eng Жигули. Qo'shni guli, qizg'anardi seni mendan o'sha guli. Ay ko'k Жигули, eslatadi sevgimizni eng Жигули. Qo'shni guli, qizg'anardi seni mendan guli. Tashlar qalblarimiz Kelsang edi bag'ringga bir bassang edi yonor Uchrashardi lablarimiz Kelsa kelsin, yorim kelsin Alma berib beraydim jonim kelsin Kelsa kelsin Aşıqlar ko'paylandan yo'lingdan sen qaylardan qaray qo'ysan qayarman qaramassan ayraman. Aşıqlar ko'paylandan yo'lingdan sen qaylardan qaray qo'ysan qayarman qaramassan ayraman. Ko'rdim qoldim hayronman perişanman ayara surat ko'rdim seni shabistan sen shayrana. Ko'rdim qoldim hayronman perişanman ayara surat ko'rdim seni shabistan sen shayrana.
Anladım sözünü. Kargalar usta karayit, barılanin yolga, barılanin yolga. Seni kelsa mas'ulayit, kargalanin yolga, kargalanin yolga.
Katta rahmat barchaga bayram muborak bo'lsin deymiz. Rahmat.